Qarasang bo'lmaydi, men kattasi sensan. Yig'il qilma. Ikkinchi qani? Voy, hozir adasiga olma. 4 ta xotin olganingdan keyin nimalar bo'ladi? Bittasi salom berib kutib oladi, bittasi uylarni tozalab kutib oladi, bittasi ovqat tayyorlab kutib oladi, yana bittasi esa shundaylar yo'qillas. Endi senga og'aynilar umuman keragi yo'q, ular bilan umuman zerikmaysan. Nima o'ynashing endi? Mana shu stolgachi xotin yetmayapti-da, mafiya o'ynashga yana bitta qo'shamizmi, nima deysizlar? Hazil, to'xtali yetasizlar. Davay kontr bosamiz. Odamlar dam olgani Dubay, Turkiyaga borsa, sen to'g'ri uyga kelaversang ham bo'ladi. Ular bilan o'tirib olib, yig'lab, yetmaganiga kino ham ko'rasan. O'yinda onda, sonda, ya'ni har kuni janjalan bo'lib turadi. Birinchi, ikkinchi xotining urushmaydi, asosan 3-chi bilan 4-chi xotining urishadi. Sen ularni ahil bo'lib birlashishga juda ham ko'p harakat qilasan va bir kun ular ahil bo'lib albatta birlashadi. Bittasi yer chopsa, ikkinchisi mashinada seni olib keladi. Uchinchisi seni yerga yotqizsa, to'rtinchisi ustingdan tuproq tashlaydi. Ha, xalqimiz bejizga aytmaydi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Xotinga to'ymagan ko'zlaring endi tuproqqa to'yadi. Tinchlikmi, Umid aka? Tinchlikmi, adasi? Ojonim. Tinchlik qattiqroq tush ko'ryapman. Stop. Boya gaplarni xotinlarning ko'ngli uchun aytdim. Yuragiga dosh bersa 4 tagacha bosaveringlar.